Hech bananchani mastonaga tiqib ko'rganmisiz? Men siz uchun tiqib ko'rsataman. Ayol kishi qulog'i bilan yaxshi ko'radi deydi-yu, lekin og'zi bilan yaxshi ko'radigan ayol kishilar hamisha yutib chiqqan. Bugun bittasi bilan svidaniyam bor. Albatta svidaniyaga chiqishdan oldin kod yuvib chiqish kerak. Kod yuvish jarayonim Telegram kanaliga qo'yildi. Davomini tomosha qilamiz. Svidaniyaga chiqmayman o'li. Undan ko'ra kechasi vibrator yoqib, o'zim qondirib tingiga qo'yib yuborsam bo'lmasmidi? Bulbul qishqir. Mana svidaniyaga tayyorman. Ko'rib turganingdek. Bilaman, natural effect pardoz-andoz qildim, o'zini bo'yanishimni ko'raman. Ichimda albatta har ehtimolga qarshi chiroyli beliyor kiydik. Oyog'imda kabluk. Bizda hozir qish hali, sovuq, o'shaning uchun botinka kiyishimiz kerak. Ustimdan shuba tashlab olaman. Mashinadaman-ku baribir. Sumочка Chanel. Mana shunaqa gaplar. Svidaniya tugagandan keyin aytaman qanaqa svidaniya o'tganini. Qiziq zamonda yashayapmiz. Ayol kishimi, qiz bolami, bilib bo'lmaydi. Yaqinroq borib qarasang, erkak kishi bo'lib chiqadi. Men hayotimga kirib kelayotganlarda katta pul bilan kirib kelinglar. Bo'lmasa eplolmay qolasizlar. Как ты выглядишь дорого, не оставь меня в дураках, я устрою нам ураган. Mazgimni itarmaylar, men tomim ketib qo'yapti. Sizlardan boshqa qiladigan ishim yo'qmi? Hayotda itargani yetadi, tiqilib yotibman ishlarim. Mana hozir ham ish bilan yuribman. Nimaga keldim bu yoqqa? Nimaga keldim bu yoqqa? Nimaga keldim bu yoqqa? Esimdan chiqib qoldi nimaga kelganim. Nima qilib o'tiribman bu? Nimaga menga xotini bor erkaklar yozasizlar? Ha? Sevib qoldim, uylanaman senga deb. Xotininglar bor-ku, xotining bor-ku desak, yana men xotinim bilan yashamayman, biz bir-birimizni sevmaymiz, farzand uchun o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi. Biling, 21-asrda yashayapmiz. Bolalar uchun, farzandlar uchun yashaydigan narsa o'tib ketgan уже. Farzandga baxtli ota-ona kerak. Razdelni yashasa ham baxtli ota-ona kerak. O'zingni ham qiynaysan, xotiningni ham qiynaysan, bizani ham qiynaysan. Yozmaylar xotini bor erkaklar. Yozmaylar, men ikkinchi xotin bo'lish niyatim yo'q. Yo bitta bo'laman, yagona bo'laman, yo hech narsa bo'lmayman. Ajrashib kel, xotiningdan keyin menga yoz. Bolalaringni boq, distansiyonda bolalarim bor. Bolalaringni boq, hech narsa qilmaydi. Xabar olib tur. Xotining bilan yashamasa, xotin ham yashayverar ekan, u eri 6 oylab, 1 yillab yo'q bo'lib ketadi. Qayerda yuribdi u ering? Ering nima drajt qilib yuribdi deb o'ylaysanmi? Siz boshqa qizlarni itarib yuribdi, boshqa qizlarga pul ishlatib yuribdi. Soddalar hammaga qulay bu. Erkakning haqiqiy erkakdan farqi nimadaligini bilasizlarmi? Erkak muammoingizni eshitib, xafa bo'lmang, hammasi o'tib ketadi, siz kuchlisiz deydi. Haqiqiy erkak bo'lsa, o'zim hal qilaman jonim. O'zim hal qilaman jonim degan erkaklar ko'payursin. Aynan. Mayli men uchun pul sarflama, gul jo'natma, qimmat restoranlarga olib borma, menga umuman xarajat qilma, lekin bitta narsani unutma. Men xarajat qiladigan erkakni tanlayman. Seni quruq sevgini menga umuman qizig'i yo'q. 3-4 soatlab sikishadiganlar sizlar normalmisizlar? Sizlar ishlaysizlarmi o'zi? Uxlaysizlarmi o'zi? Yashaysizlarmi o'zi? Umringlarni yarmi bir-birlaringizni sikish bilan o'tib ketyapti. Uylanish ishlarini kim qiladi? Ko'chadagi ishlarni kim qiladi? Kim menga o'xshab drachur bo'lgandan keyin istoriyasini tozalaydi? Qo'limiz ko'taramiz. Qalban birgamiz. Kuni haqida ko'p hazil qilaman, lekin o'ylager menga yoqmaydi. Hech narsa his qilmayman. Nima qilyapti u 1 soatdan beri qiynalib, tilini og'ritib, o'zimni kayf qilganga solib yotiraman, shu bechara xafa bo'lmasin, mehnat qilyapti. Bu narsani ko'rsatishdan va aytishdan uyalmayman. Duch kelgan erkak bilan yotgandan ko'ra vibratorlar orqali o'zimni qondiraman. Qanaqa qondirishimni Telegram kanalimga qo'ydim. Bunaqa o'yinchoqlarimdan juda ham ko'p, lekin bugun shunisini ko'rsatishga qaror qildim. Kutaman siz Telegram kanalda. Ketdik. Lazer qilish zarar deydi. Jun o'stirib yurish undan ham zarar. Bulbulni kallasini ishqalaverib, qirib buni vaspaleniya qilasizlar-ku, bilasizlarmi? Boringlar bundan mastonani lazerlab silliq qilib, kalkalladek bo'ladi, yaltirab turadi. Tekin kelaveradi. Labbi ham qirmaydi, tilla ham qirmaydi. Burningiz qichmaydi.
Boramiz qizlar, boramiz, lazer qilamiz. Men juda madaniyatli va mehribon qizman. Shu uchun bu vizamiga kirib keting, lekin shapka kiyib kiring. Chunki u yer juda sovuq. Erkaklar rosa lichkamga yozadi-da, xotinim bermaydi, bersa ham yo taxtaga o'xshab yotadi. Bir ovoz ham chiqarmaydi, faqat bitta pozada tegimda yotadi. Tegmang, boshim og'riyapti, ko'tim og'riyapti, faqat bitta teshigiga beraveradi. Xotinlar, keyin erim yurib ketdi, xiyonat qildi deb xafa bo'lasizlar. Sizlar tushunmaysizlar-da, bu sizlar uchun muhim emas. Erkak uchun bu suv va havodek muhim. Shu seks. Bular o'lib qoladi seks bo'lmasa. Seks uchun jonini beradi bular. Ozgina harakat qilaylik. Ozgina eriklar uchun harakat qilasizlar-ku, bir begona erkak uchun emas. Nimaga o'zinglar Coco Chanelni hidi keladiganini sevasizlar? Molli, pirashkani hidi keladiganini sevinglar. Bitta gumba sotib olib bersangiz, umrini oxirigacha indisi kinoda sevadi o'shalar. Yana pulga uchasanlar deysizlar. O'zinglar ham pirashkani hidi keladiganini sevgili kelmaydi.